Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ovqatchi Abdulboriyning yuzini ko'rsataman. Shu yerda yig'lamizmi, aka? Shu yerda kirib turing, mahos kiraman. Bolalar kelgan. Aniq ko'rsataman videoni oxirida. Bugun eng yaxshi ko'rgan futbolchilaringlarni Trabzonga yig'dim. Mana emas, ular ovqatga baho berishadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu ovqat nomi xo'plama ekan. Shuni xo'plama. Nima qilib? Qanaqa ichsa bo'ladi buni? Buni xo'plab ichasiz. Yo'qmi? Xo'plab. Qo'shib aytsam men? Bo'ladi, iching. Bo'ladi. Chuchvaralar bilan O'zi nima xo'plama bu ovqat nomi? hozir yeganingizdan keyin bilasiz. Okan, ovqatlar bor-ku. Qirib olib keladi. Buni power xo'playdi, keyin o'shanga pishiradi. Shundan uchun. Va, chiqardinglar endi. Bu salat ovqatdan oldin zo'r ketadigan frukto, rukla, shpinatlar bilan chotki sachinib bo'libdi. Mastivaga gap yo'q. Ko'p joyda ichardim. Hamnaqa ichi hammasini shildir sho'roq bo'lardi. Bunda zo'r ko'paygan narsalari. Shashni ham lekin sochni bo'yapti. Kelinglar, tavsiya qilaman, lekin real mazasi zo'r ekan. Hozir Rahmatjon yeb ko'rdim, mazasi juda ham zo'r. Menga yoqdi. Men yoqqan tomoni buyog'ini atmosferasi. Ahli oilangiz, ahli ayolingizni olib kelib, bolalaringiz bilan bemalol maza qilib ketadigan joy bo'ldi. Voy, xashga birinchi bo'lib mana bu nonini qo'shamiz. Chesno, ko'pchilik yemaydi, lekin men sevaman. Chesnosini qo'shib, mana bu ketiga immunitet ko'tarishga ko'k piyoz bilan qizil piyozdan qo'shib, petrushkasi bilan endi mana bu xashni ko'ringlar. Voy, jonni rohati. Shoninglar labinglar bor, chiylik yopishib qoladigan xash bo'libdi. Trabzonga lekin xash uchun yana men qaytib kelaman. Bismillah. Sutlariga gap bo'lishi mumkin emas. Alhamdulillah. Atmosferani o'zi alohida vibe beradi. Qizlar Instagramga chiroyli video rasmlar joylamoqchi bo'lsanglar, to'g'ri shotga kelaverasizlar. Aytgancha, Didi Noziy opajonlarim gapga bu yoqqa kelsanglar, nafaqat atmosferasi, balki ovqatlari ham uyaltirib qo'ymaydi. Endi va'da qilganimdek ovqatchi Abdulboriyning yuzini ko'rsatish vaqti keldi. A few moments later. Okay, shartmidi shu ish qilish? Okay, siz bilan bu narsaga kelishmagandik-ku, to'g'rimi? Bu shartmidi, shuni normalni aytsangiz bo'ladi. Keyin siz qarab ish qiling bo'ldi. Uzr, endi ko'rsata olmayman.